Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan birga Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan mana shunaqa katta hovlimizani video obzorini qilamiz. Lifestyle yo'nalishida. Hovlimizning maydoni 16 sotixda joylashgan. Shu tumanni eng yuqori nuqtalaridan birida joylashgan uy, ya'ni balandligi bo'yicha. Hozir video obzori kirish, chiqish, u yoqdan bu yoqdan hamma joyini ko'rsatishdan boshlayman. Eng yuqori qavatga chiqib, ya'ni o'sha terrasaga, bahorda terrasadan qanaqa bitam bo'lishini ko'rib olasizlar. To'liq ma'lumotlarni men agar etib ketmagan bo'lsam, opisiyadan o'qib olsanglar bo'ladi. Bu uyimizda yo'q narsani o'zi yo'q. Xudo xolasa, qani endi sekin video obzori boshlaymiz. Aytganimdek, eng yuqori o'sha qismidan. Uyimizning liftidan shundoq mana terrasaga chiqib, adashmadinglar, bu uyda lift ham bor. Mana terrasa, ko'rsanglar bo'ladi. Gapirib xayolinglarni buzmaslik uchun jim turibman. Yaxshilab ko'rib olinglar. Xo'p, xullas. O'sha yerdan mashinalar o'tyapti, agar sezayotgan bo'lsanglar. Lunacharskiy Maksim Gorkiydan kevurish deyiladi bu yoq. Mana vxodi, mana shu joydan. Mana shu ko'chadan shundoq kirib keladi. Orqada освещение sal pastroq bo'lgani uchun ko'rasizlar, fasadlar u yoqda ham, bu yoqda ham jakang. Shu to'zdan ko'rsatib qo'ya qoldim. Bu yoq bo'lsa Sho'rtepa ko'chasi bo'ladi. Pastda turganimda mana shu kichkina darvozachani ko'rdinglar, kirishini. И сразу uy balandlik turibdi-ku. Shu yoqni mana pastidan mashina kirib ketadigan joyi bor. Va lekin mana 4-etajga chiqsanglar, уже issiq ham bilinmayapti. Mana bu yoqdan ham kelaversanglar, mana shu Sho'rtepa ko'chasi, bu yoqdan ham bitta kirib ketish mashina uchun joyi bor. O'sha o'zini garaji bilan menimcha tushunarli bo'ldi. Endi bo'lsa mana shu turgan zdaniyamdan obzorni davom ettiramiz. Bu yoqqa kelib o'tamiz. Ketdik. Men hozir o'sha bu yoqda 4-etajda turdim. Ko'rsatib qo'yish uchun qo'yapman. Mana bu yoqdan ham bitta kiraverishi. Qaranglar, mana bu yoqda o'sha spa zonasi. Boya ko'rsatgan joyimdan shu yoqdan mana mashina kiradi. Ko'rsanglar bo'ladi. Va shunaqasi uyga kirib ketaverasizlar. Pastdan kirish uchun deylar. Hozir endi основной shu katta zdaniyamizga kirishdan videoni hozir davom ettirib ketaman. Keyin sразу mana shu yoqqa tushib kelganimda hayron bo'lmanglar. Qatdan kirib, qatdan chiqdi bo'ladi. Aytdim, shunaqa gap. Bu yoq eng oxirida. Mana ketdik. Bunaqa chiqib boramiz. Mana bitta. Uchun. Va mana o'sha Sho'rtepa tarafdan основной zdaniyega kirib kelish. Shu yerdan kiramiz. Lekin shu bitta nariyoq qolib ketdi. Bunaqa chiroyli rakurslardan ko'rsatib beraman. Zilonli zonalarni endi men gapirib ham o'tirmadim. Juda bir o'zgacha va chiroyli. Endi boyi birinchi ko'rsatgan o'sha mashina kiradigan joyimizni ko'rsatib qo'yaman. Mana bu yoqda qanaqa? Yo'qda shunda mashina garajga kirib ketadi. Cho'qli garaj, hamma sharoiti bor. Endi men mayda-chuda elektronli eshiklarni endi ko'rib turibsizlar, men indamay qo'ygandim. Ana endi точно o'zlariga kiramiz. Shu yo'ldan ketib, albatta. Mana ko'zim bilan ko'rishim bo'yicha juda ham bir kачественный, qimmat narsalar ishlatilgan.
Bu yoqda endi terrasa qilib o'tiriladimi? Terrasa emas endi как bo'ladi-yu, hovlida o'tiradigan joy. Mana shu yoqqa televizorlarni qo'yib, stollarni qo'yib, menimcha mana bu oshxonamizda ochiladi eshiklari. Конечно, ki ochiladi. Shafijnoy. И shu yoqda ovqatlanib, oila bilan o'tiradigan joy. Endi uyga kiramiz. Uyga kirganda mana ko'ryapsizlar. Endi har bir etajda shunaqa tomonfollargacha bor. Mana liftlari, kolonkalar ham bor, hamma narsa ular uyda bor. Bu yoq bitta zal. Ko'ryapsizlar. Qanaqa oynalar ham даже surilib ochilsa kerak bo'lma. Bu yoq aytganimdek oshxona. Narxi описаниеda bor. Chunki o'zgarib tushib qolishi mumkin, ko'tarilib qolishi mumkin. O'shanga to'g'irlashimga oson. Videoni boshqatdan to'g'irlashdan ko'ra, shuning uchun bu yoqda mana birinchi etajimizda birinchi spalnya ko'ryapsizlar. Sanuzel. Vannalar qo'yilibdi. Va garderobni. Sistema bu yoqda bu anaqa nima desa bo'ladi. Chillik sistema. Ancha, mana ko'ramiz. Shu yerdan upravlение qilinadi, hamma o'sha graduslar, o'sha qanaqalar. Birinchi qavat menimcha tushunarli bo'ldi. Bitta mana sanuzel qolib ketdi, ko'rsatmagan. Yo'q, endi ko'p bo'ldi. Liftdan bitta olib tushaman endi. Mana sinalari qanaqa ko'rsanglar bo'ladi. Hozir bizlar hisob bo'yicha ikkinchi qavatda turibmiz. 3 bitta ko'rsataman, 4 уже ko'rib bo'ldinglar. Qani, lift chaqiramiz. Liftimiz ham keldi. Videoda har doim o'zim gapiraman, mana o'zim. Liftdan chiqamiz. Bu hisob bo'yicha 3-qavatdamiz hozir. Shunday zalni tepasi bo'lyapti, bu yerda ham o'sha spalnalar bor. Garderob uchun alohida bir qismga bo'lingan xonamiz va sanuzel yo'lda dushovoy qilingan ekan. E'tibor bilasizlar, menimcha hamma narsa o'z o'rnida, savkusim. Oynalardan ko'rinishini masalan ketdimmi? Prixojadan ham chiqsa bo'ladi. Bu yoqda menimcha родительский спальня bo'lgani uchun shu narsa qoldirilgan, ya'ni vhod terrasaga. Bu yoq garderob uchun yana bir qismga bo'lingan xonamiz va sanuzel. To'pli polda boshqa narsalar hammasi joy-joyida. Mana to'pli pol qani deganlar ko'rsatib ham qo'ydim. Traditsionniy отопление ham ishlatilgan. Bu uy o'zi o'sha yuragi, ya'ni kotelnisini o'zi ham bir juda bir san'at asaridek qilingan. 4-etajga yana bitta olib chiqib kelaman endi. Peshkom chiqib qolamiz. Liftda yurmaylik. Zinalar qanaqa между etажами deganlar uchun mana shu. O'sha xuddi shu chiqqan joyimiz.
Endi liftni chaqiraman men. Birinchi etaj, ya'ni o'sha yerda spa zona bor-ku ko'rsatganim. O'sha yerga tushaman endi. Va o'sha spa zona uyimizning eng pastki qismiga tushib keldik. Xullas, boya aytdim-ku. Mana shu garajdan boshlayman deb. Ana endi shu yerdan shundoq kirib kelganinglarda bu yoqda endi ko'ryapsizlar, shitlari, svetlari, simlarni ko'rdinglar, bahaybat. Bu telefonni yopib yurish kerak, quplab iloji bo'lsa. Va o'sha trenirovочный joy ekan bu. Mana pastlari ham bir matlar. Ko'ryapsizlar. Yo'q, adashdim. Mana har bir shoxonada o'zini datchiklari, temperaturani regulirovka qilsa bo'ladi. Va bu yoqda mana basseyn, hovliga ham chiqsa bo'ladi. Hovliga ham chiqishni ko'rsatdim. Mana yana bir marta ko'rsatib qo'yaman. Va turецкий hammomi ochib ko'rsatishim ham shart emas. Это понятно. Финская сауна. Va санузел. Kinoteatr ham bor bu yerda, kinoteatr mana. Kinoteatrni aytmadimmi? Mana o'sha premium kreslolarda bor. Mana o'tqizib olib, shu Magic Cityda qanaqa bo'lsa shunaqa Toshkent Cityda jano olib qochib o'rgan bo'lsam, yozib o'rsanglar kommentariyada bo'ladi. Katta bir ekranni qo'yiladi. Kino ko'rilib yoqilib turadi. Va uyimizda shu yuragi bo'lgan kotelnimiz. Bahosini berasizlar. Suv filtrlarigacha turibdi. Bu yoqda bo'yamabdi, garaj bor. U yoqdan ko'rsatdimi? O'sha yerdan shundan o'sha yoqqa chiqsa bo'ladi. Zaryadkam ham kam qoldi. Bu yoqda ko'rsatdimmi, ko'rsatmadimmi? Mana shunaqa отдельный xalqning komitasi bor. Shunaqa gap. O'sha aytganim Nargizaniga boramiz endi. Hovlimizda joylashgan binolarimizni bu qismiga kirishdan oldin aytib o'taman. To'liq ma'lumot narxlarigacha opisaniyada. Qiziqqanlar bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Avzorlarni faqat oxirigacha ko'rib kelinglar. Nimaga kelayotganinglarni bilishinglar kerak. Ya'ni nima o'zi bor bu yoqda degan savolga shunga e'tiborli bo'lasizlar. Bu yoqda shundoqmi? Letniya kuxnya. Hamma narsa bor. Даже mangalgacha. Точно. Endi bu yoqqa kiramiz. Bu yoqqa kirganimizda o'ng qo'limizda sanuzel ko'rsanglar bo'ladi. Va endi faqat bu yoqda lift yo'q o'qishanga. Birinchi tepani ko'rsata qolaman. Qani ketdik tepaga. Ikkinchi qavatga chiqdik. Bu yoqda endi bilyardni qilsa bo'ladigan xona ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Endi keyin sizlar bilan birga shu terrasasiga chiqamiz. Va endi shu binoimizdan eng pastiga tushib, podvalda nima borligini ko'ramiz. Va obzorni shundan yakunlaymiz. Binoimizdan eng pastki qismiga ham tushib keldik. Mana shunaqa ikkiga bo'lib qo'yilgan ekan. Shu bilan video obzorim ham tugadi. Sizlar bilan birga Abdullayev Xudoyorxon bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa har doim aloqadamiz. Yaxshilikni ko'rishaylik. Men bilan oxirigacha bo'lganingiz uchun kattakon rahmat.